inson bir narsaga havasi kelsa, ya'ni bir narsaga uning nafsi jo'sh uradigan bo'lsa, Mashalloh la havla va la quvvata illa billah desin. Alloh istaganidek kuch va quvvat ham Allohnikidir desin. Agar bir narsadan qattiq ajablansa, bir chiroyli, bir bahaybat, o'zi orzu qilib bo'lmas narsani ko'rsa, bir narsalar deyaveradi inson. Dahshat deydi, yo deydi, bir narsalar deydi. Unday demasinda subhanalloh desin. Alloh nuqson va kamchiliklardan pok zot desin. Bir narsadan qattiq qo'rqsa, birdaniga bexosdan qo'rqsa yoki bir qo'rqinchli narsani ko'rib qolsa, insonni miyasi ozgina noto'g'ri yo'lga kirib, tilidan har xil narsalar chiqib ketadi. Darrov bir narsadan qo'rqqanida. Shunda astagfirulloh